İlgilənişə, Amerika Tashqi ishlar Ministerliği yazma bayanatida Sulaymon Taqim aralığında elçixana etiş qararını Amerika parlamentiga bildirgan. Bayanatda Sulaymon Taqim aralığının 2. Dünya urushida Amerika bilan bo'lgan o'tmishini qadrlaydiganligi, ammo Xitoyning u yerdagi siyosiyonlar va savdogarlar bilan kredit va qarz munosabati o'rnatganligi, Amerikaning bu rayon bilan bo'lgan aloqasini buzish xavfida ekanligi ko'rsatilgan. Xitoyning sharqiy shimolidagi Liyao o'lkasining markazi Shinyang shahrida bir avtobus portlab bir odam o'lgan, 42 odam yaralangan. Shohidlarning aytishicha, yo'l eg'izidagi avtobusdan cho'ng portlash ovozi anglangan, ammo avtobus portlagandan keyin o't olmagan. Doirlarning bildirishicha, portlash sababi tekshirilayotgan bo'lib, texnik noma'lum ekan. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Ukrainada vazifa o'tayotgan 160 Amerika askarining bu davlatdan ayrilib Yevropaning boshqa joylariga o'rlashtirilishini qaror qildi. Yana bir tarafdan Rossiya Tashqi ishlar Ministrligining bayonotiga qaraganda, Tashqi ishlar ministri Lavrov Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan telefonlashganda, Amerika va uning ittifoqdoshlarining Ukrainaga qaratgan Rossiyaning tajovuzchiligi to'g'risidagi tashabbusining ig'vogarchilik ekanligini o'tirib qo'ygan. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida kunlik yuqumlanuvchilar soni yangi yuqori pallaga yetdi. Sog'lomlik qo'llash markazining bayonotiga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida 1514 yuqumlanuvchi bayqalgan, 4 yoshlik bolani o'z ichiga olgan 3 odam Xitoy virusi sababidan qazo qilgan. Yana bir tarafdan kasallik alomatlari ko'rilmaydigan 1500 dan ortiq bemor doklad qilingan. Har qaysi davlatlar Ukraina Rossiya jiddiligi sababidan Ukrainaga munosabatlik sayohat ogohlantirishni davomli yangilamoqda. Ba'zi davlatlar Ukrainadagi fuqarolardan chegaradan chiqib ketishini talab qildi. Yana bir tarafdan Ukraina Tashqi ishlar Ministrligi Ukraina fuqarolarining xotirjam bo'lishga va muqimsizlik va vahima paydo qiladigan harakatlardan yiroq turishga chaqirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Aliyev Azərbaycan Milliy Məclisi tərəfindən ma'qullanğan Şuşa xitobnomasini təsdiqladi. Erdoğan bilan Aliyev 2021 yılı 6 ayının 15 günü Şuşa şəhərində imzalagan Şuşa xitobnomasida Türkiyə Azərbaycan münasibətinin rəsmi halda ittifaqlıq dərəcəsiga көтөрүлүшү көзі tutulğan. İlgilənişə, İrlandiya Kengash Palatası 9 fevral bir qarar ma'qullab, Uyghur sud kollegiyasining o'tgan yili 9 dekabrdagi hukmini qabul qilgan. Angliyaning London shahridagi mustaqil Uyghur sud kollegiyasi bir necha qatimliq guvohlik sudi ijib, oxirgi hisobda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqidagi sud hukmini e'lon qilgandan keyin dunyo miqyosida zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Irlandiyadagi Xitoy elchixonasi bayonot e'lon qilib, uningga inkos qaytargan bo'lib, bayonotda Irlandiya Kengash Palatasiga az bir qism siyosiyonlarning soxta uchurlarni asoslanib, Xitoyning ichki ishlariga aralashgan deyilgan.